efirim yongan holatda WhatsAppdan uyimga chiqdim. Istanbul tog'aga chiqdim. Bular mendan xavotir olganligi uchun chiqdim. Sen nima bo'lgan? Meni nima bo'lgan? Azizdan so'rasang, Azizga telefon qilib, rostdan shunaqa bo'lib qoldimi Sardor desang, 2 sutka uxlamasdan bular meni ichkaridaligimda meni olib chiqdi bular. Uxlamasdan hamma yoqqa chiqib, Dubaydan prinsessa opalarga chiqib, hamma tanishlarga chiqib, bir narsani bilmay turib, bir narsa qilmay turib gapirma Hojijon. Man yana aytaman. Men o'shanda ham aytganman, o'tgan safar Ilfonga ham aytganman. Esalomon shu boshingdagi mavzular yechilib, ota-onangni oldiga bag'riga kiyib ol. Lekin arzimagan yolg'onlarni deb yaqinlaringni xalqqa yomon ko'rsatma bo'ldi. Boshqa menga qara, men chiqib bo'lganimdan keyin o'zi ko'rdim nima deb gapirgansizlar, mana bugun nima deb tema qilgansizlar, boshqa qara. Bugun tema o'sha sani yer sapslaringdan keyin yana aytyapman, arzimagan Sardor qachongacha sani yolg'on narsalaringni deb atrofingdagilar qurbon bo'ladi. Qachongacha sani yolg'on narsalaringni deb hamma amini yeb ko'radi. Meni hozir qachongacha sani gaplaring zo'r. Hozir qamalib qolganim, ichkariga kirib qolganim yolg'onmi shunda? Yo'q, hech qanaqa ichkariga kirgani yo'q Sardor. Kirmaysan ham inshaalloh. Kirmagina. Haji kelgan, Haji. Meni aeroportdan registratsiyadan olib kirib ketgan mentlargacha bular borib telefonda gaplashdi. Mana bular tirik odam. Yana aytyapman-ku Sardor, Xudo xolasa kirmaysan ham inshaalloh kelib ota-onangni bag'riga kelasan. Menga qara, gapni. Nima gapiryapsan hozir endi? Hozir qamalmagan. Ali, berma. Men telefon qilyapman, uydagilarim efirdaligimni bilmayapti, boshqa demayapti-da. Efirda aytayotman, qamaldim deb, unaqa demagin deyapti. Istanbul tog'am aytayapti, do'sting yo'q ekan. Mana shuncha odam hammasi o'zlaringniki mana tema qilyapti, boshqa qilyapti. Hoji, mana 2 kundan beri faqat glavniy tema men efirda tinmasdan tema qilyapsan. Sen meni gapirishga, meni narsa qilishga, tegmaguningcha tegmaydi senga. Senga kim video qildi? Tegmaguningcha yoki senga kim video qildi yoki chiqib turib senga gapirdimmi? Mana endi gapiryapman. Yuzma yuz gapiryapman. Shunday men orqangdan gapirmayapman. Menga yarashmaydi. Men orqadan turib olib, efirim ochib olib, orqadan gapirganingda men qisganman. Tishimga qo'yganman. Efiringda o'tirib olib, onamdan so'kinganingda ham tishimga qo'yganman men. O'sha narsalarni ham. Mana menga shunday keltirib berdi O'sha temani nimaga o'sha paytda gapirmagansan? Men yaqinda tug'ilgan kuning oldida ham hamma yozyapti. Hoji ham boradimi deganda onasini sikaman deyapsan sen o'sha yerda turib.